Hazreti İsa yolda ketib etib, tug'ma qarg'u bir odamni ko'rdi. Shogirdlari Hazreti İsa'dan: "Ustoz, bu odamning tug'ma qarg'u bo'lishi kimning gunoh sodir qilganligidan bo'lgan? O'ziningmi yoki ota-onasiningmi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa bundoq javob berdi: "O'zi yoki ota-onasining gunoh sodir qilganligidan emas, balki Xudoning o'z qudratini uning hayotida ayon qilmoqchi bo'lganligidandir. Kunning yo'riq vaqtida meni avatkuchining bizga topshirgan vazifasini ado qilishimiz kerak. Kech kirib qorong'i tushib ketsa, hech kim ish qila olmaydi. Dunyoda bo'lgan mezgilimda dunyoning nuri o'zimdirman." Hazreti İsa bu so'zlarni qilgandan keyin yerga tukruk bilan loy qilib, loyni ilqi odamning ko'zlariga surib qo'ydi. Va uningga Siloha ko'lchigiga berib, ko'zlaringni yu dedi. Siloha İbranicha so'z bo'lib, avatilguchi degan ma'noni beradi. Ilqi odam Hazreti İsa'nın degini bo'yicha qildi va ko'zlari ichilgan holda qaytdi. Qo'shnilari va tilamchilik qilganda uni ko'rganlar: "Bu o'ltirib tilamchilik qiladigan ilqi odam emasmi?" deyishdi. Ba'zilar "Ha, shu" desa, yana ba'zilar "Yo'q, bu emas, ammo buningga o'xshaydi-ku" deyishdi. Biroq u o'zi "Men dal shu kishi bo'laman" dedi. Undaqda ko'zlaring qandoq ichildi deb so'rashdi ular. U bundoq javob berdi: "İsa degan bir kishi tukrugidan loy qilib, ko'zlarimga surib qo'yib, menga Siloha ko'lchigiga berib, ko'zlaringni yu degan edi. Men u yerga berib yusam, ko'zlarim ichilib ketdi." "U hozir qayerda?" deb so'rashdi ular. "Bilmayman" dedi u. Xaloyiq ilgari qarg'u bo'lgan bu odamni farislarning yeniga elib berishdi. Hazreti İsa loy qilib, bu odamning ko'zini saqaytgan kun dal dam olish kuni edi. Farislar bu odamdan ko'zlarining qandoq ichilganligini so'rab edi. U ko'zlarimga loy surib qo'ydi. Ondan yuzimni yudim. Hozir mana ko'raladigan bo'ldim dedi. Shuning bilan farislardan ba'zilari: "Bu odam Xudoning yendan kelgan emas. Chunki u dam olish kuni chiqmaslik amriga xiloflik qildi" deyishdi. Ya'ni ba'zilari: "Gunohkor bo'lsa, qandoqlarcha bundoq mo'jizalarni yaratalaydi" deyishdi. Buning bilan ularning orasida bo'linish paydo bo'ldi. Ular qarg'u odamdan yana: "Ko'zlaringni ochgan u odam seningcha qandoq odamdi?" deb so'rashdi. "U bir payg'ambar" dedi ilqi odam. Yahudi oqsoqollari ko'zlari ichilgan odamning
ota-onasini tepib kelmiguncha burun uning qarg'u ekanligiga va hozir ko'zining ichilganligiga ishonmaydi. Shunga ular uning ota-onasini chaqirtib, ulardan "Tug'mi qarg'u degan o'g'linglar mushumi? Hozir qandoqlarcha ko'ralaydigan bo'lib qoldi?" deb so'rashdi. Uning bizning o'g'limiz ekanligi va tug'ilishidanla qarg'u ekanligi rost. Lekin hozir qandoqlarcha ko'ralaydigan bo'lib qolganligini, ko'zlarini kim ochganligini bilmaymiz. Uni o'zinglar so'ranglar. U cho'ng odam tutsa, o'z ishini o'zi so'zlab bersin, deb javob berdi uning ota-onasi. Ular Yahudi oqsoqollarining qo'rqqanligi uchun shundoq deyishdi. Chunki Yahudi oqsoqollari Hazrati Aysoni qutquzuvchi Masih deb e'tirof qilganlarni ibodatxona jamoatchiligidan qo'g'lab chiqarishni qaror qilgan edi. Shuning uchun yilqi odamning ota-onasi u cho'ng odam tutsa o'zidan so'ranglar degan edi. Parislar ilgari qarg'u bo'lgan u odamni yana chaqirib, Xudo oldida qasam qil. Biz bu odamning gunohkor ekanligini bilamiz, deyishdi. U mundaq javob berdi. Uning gunohkor yoki emasligini bilmayman. Men faqat bir ishni bilaman. U bo'lsa-mu qarg'u edim. Hozir ko'ralaydigan bo'ldim. Bu chaqda ular, "U seni qandoq qildi? Ko'zlaringni qandoq ochdi?" deb so'rashdi. U javoban, "Sizlarga aytsam, quloq solmadinglar. Ya'ni qandoqlarcha anglamoqchi bo'lib qoldinglar. Sizlarmi uning shogirdlari bo'lmoqchimi nima?" dedi. Bunun bilan ular uni haqoratlab, "Sen u ablahning shogirdi. Biz bo'lsak Musa payg'ambarning shogirdlari. Xudoning Musa payg'ambarga so'zlaganligini bilamiz. Bu ablahning bo'lsa, eng qisqasi qayerdan kelganligini bilmaymiz", deyishdi. Yilqi odam ularga mundaq javob qaytardi. "Hay, ajoyib ish bu. U ko'zlarimni ochdi. Shundaqdimi? Sizlar uning qayerdan kelganini bilmadinglar. Biz bilamizki, Xudo gunohkorlarning talpini anglamaydi, balki o'zi ibodat qilgan va irodasini ishga oshirganlarnikini anglaydi. Dunyo obrida bo'lgandan beri biror kishining tug'mi qarg'uning ko'zini ochganligini anglab boqqan emasmiz. Bu odam Xudo tarafidan avatilmagan bo'lsa, hech nima qilolmagan bo'ladi." Ular uni, "Sen gunoh ishida tug'ilgan turuqliq, endi bizga ta'lim bermoqchimisan?" deyishib, ibodatxonadan qo'g'lab chiqarishdi. Hazrati Ayso ularning hilqi odamni ibodatxonadan qo'g'lab chiqarganligini anglab, uni izlab tepib, "Sen inson o'g'liga e'tiqod qilamsan?" deb so'radi. "Hazratlari, u kim? Aytib bergaysiz, uningga e'tiqod qilay", dedi hilqi odam. "Uni ko'rib turibsan. Hozir sen bilan so'zlashayotgan dal shuning o'zi", dedi Hazrati Ayso uningga. Hilqi odam, "Ey Rabbim, sana e'tiqod qildim", deb Hazrati Aysoga sajda qildi. "Dunyodagi odamlar ustidan hukm chiqarg'ili keldim. Ko'rlarni ko'radigan qilish, ko'rman deydiganlarga ularning ko'r ekanligini ko'rsatish uchun keldim", dedi Hazrati Ayso. Uning yenidagi ba'zi parislar bu so'zlarni anglab, "Bu biznimi ko'r deb qarg'anlik emasdi?" deb so'rashdi. "Ko'r bo'lgan bo'lsanglar, gunohkor bo'lmagan bo'ladinglar", dedi Hazrati Ayso. "Lekin hozir ko'ryapmiz deganlar uchun gunohkorsizlar."